Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan biz email kodlarini ro'yxatdan o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Bu eng oson va samarali yo'li. Bizga bunga shaxsni tasdiqlovchi pasport yoki ID karta va o'sha pasportga olingan sim karta kerak bo'ladi hamda to'lovlar uchun elektron to'lov tizimi kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, pasport egasi chegaradan o'tgan bo'lishi kerak. Qani boshladik. Birinchi o'rinda bizga birda ilovasi kerak bo'ladi. Biz uni Play Marketdan skachat qilib olamiz. Demak, mana birda ilovasi men skachat qilganman. Shunchaki открыть qilaman. Demak, nomerni teramiz. Registratsiya qilish kerak bo'ladi. Nomer o'sha pasport egasi nomiga olingan nomer. Sim kartani nomerini teramiz. O'sha kirdi chiqdi bo'lgan pasport egasini sim kartasini nomeri teriladi bu yerga. Nomer tergandan so'ng pastda bitishga qo'yadigan joyi bor. Demak, men hamma narsaga roziman degan narsa. Nomerni terganimizdan so'ng bitishkani bosamiz, jo'natishni bosamiz, parol keladi. Parolni yozamiz. SMS parolni. Demak, kirdi mana. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Tepada rezidentlar uchun yangi ro'yxatdan o'tish. Davom etishni bosamiz. Demak, email kodni teramiz. Email kod o'sha registratsiyadan o'tkazmoqchi bo'lgan email kodingizni teramiz. Bu email kod o'sha telefon qutisida bo'ladi, yozilgan bo'ladi email kod yoki eng zo'r yo'li telefonda o'zidan yulduzcha reshetka 06 reshetkani tersangiz email kodlari, telefon qurilmangiz email kodlari kelib chiqadi. O'sha chiqqan email kodni mana shu joyga teramiz. Demak, biz o'zimizni email kodimizni teryapmiz. Mana keyingisi avtomatik sizni qurilmangizni modelini kelib chiqaradi. Mana bizga Infinix Note 40 Pro ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Demak, JSHR teramiz. JSHR pasportda 14 talik raqam bo'ladi. Mana ko'rsatib o'tdik. ID kartada mana shu yerda bo'ladi. JSHR 14 talik. JSHRni terganimizdan keyin keyingisini bosamiz. Demak, pasport ma'lumotlari. Pasport serial raqami. Endi pasport serial raqamni hamma biladi. Misol, ikkita harf bilan boshlanadi. AA yoki AD, AB farqi yo'q. Pasport serial raqamini teramiz. So'ng tug'ilgan sanani kiritamiz. Bu yerdan ham kiritsa bo'ladi. Keyin mana o'ng tarafda qalamchani belgisi bor. O'shani ustiga bossangiz, qo'lda yozib kiritsangiz ham bo'ladi yoki mana shu yerda tanlasangiz ham bo'ladi. Men hozir buni qalamchani bosib tanlab keyin kiritaman. Demak, mana kiritib oldik. To'g'rilaymiz mana. Mo'ltir. Keyingisi. Demak, yuz o'sha pasport egasi, sim karta egasini identifikatsiyasini so'rayapti. Hozir mana boshlashni bosganimizdan keyin avtomatik yuzini registratsiya qiladi. Demak, boshlandi. Ahamiyat beramiz. Yumaloq chiqqandan keyin ko'k anavi bilan ko'rsatadi. Ko'k chiziq bilan ko'rsatadi o'zi. O'sha tarafga qaraysiz. Masalan, teparoqqa ko'rsatadi. Mana shu yerda ko'rsatyapti mana. Endi bu yoqqa, bu yonga ko'rsatyapti mana. Endi mana pastga ko'rsatyapti. Shu aytgan tarafiga qarasangiz, yuz registratsiyasidan o'tib olasiz. Mana bizniki o'tdi. Demak, to'lashni bosamiz. Masalan, sizda klik ilova desa, klikdan to'laversangiz, to'g'ridan to'g'ri to'lasangiz bo'ladi. Men klikdanmas, Paymedan to'layman. Shuning uchun
To'lash deb bosaman. Mana ariza raqamini nusxa qilib oldim. Paymega kiraman. Endi poyezdga UzIMEI deb yozaman. UzIMEI deb yozsam, mana shunaqa to'lov tizimi chiqadi. O'shanga ariza raqamni kiritamiz. Mana bu kopirovat qo'yganman, ya'ni nusxa qo'yganman. 75 ming so'm. Oldingi noto'g'ri miqdor. Demak, miqdor 75 ming so'm emas ekan. Demak, SMS jo'natgan. SMSga kirib ko'ramiz. Qancha to'lashimiz kerak yoziladi. 93.500 so'm ekan. 93.750 so'm ekan. Oldingani bosamiz. Demak, kartani tanlaymiz. To'lashni bosamiz. To'lovdan o'tdi. Demak, to'lovdan o'tgandan so'ng SMS jo'natadi. Yana o'sha sim kartaga o'sha registratsiyadan o'tdi degan to'lovni ko'rib o'tamiz. Ana 11.70 dan keladi. Ko'rganingizda hozir SMS keldi. 11.70 dan kiramiz. Demak, hurmatli mijoz, 20 sanasida raqamli arizangiz bo'yicha IMEI kodlari ro'yxatdan o'tkazish muvaffaqiyatli yakunlandi.